Rizq Allohdan birodarlar. Hunarimizdan emas, otamizdan emas, ishxonamizdan emas, shepdan emas. Kimdan? Allohdan. Sen tirikmisan? Demak rizqing bor. Agar rizqing tugagan bo'lsa, o'lasan. Shuning uchun musulmon odam o'zini xor qilmaydi. Rizq topaman deb shepga, oshnasiga, qo'shnisiga. Meni rizqim Allohning qo'lida. Seni ishxonangda ishlamasam, boshqa yerdan Alloh rizqini yetkazaveradi deydi. Agar iymoni komil bo'lsa, rizqini Allohdan yegan. Assalomu alaykum, Targov Center. O'tiring aka, o'tiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Targov Centergami aka? Ha, Targov. Yusel kompaniyasi. Aka, biz yangi loyiha boshladik. Zarashonda bepul taksi degan. Agar bizning guruhga obuna bo'lsangiz va yoki bo'lgan bo'lsangiz, manzildan manzilgacha bepul etib tashlaymiz. Tekin. Nima deb yoziladi? Zarafshon pastki chiziqcha nomer 1. Obuna bo'lmagan ekanman, mana obuna tugmasini bosdim. Obuna bo'lib qo'ydingizmi? Ko'rishingiz. Mana akamiz obuna bo'ldilar. Bo'ldi aka, sizga endi tekin taksi. Rahmat. Kimda kim obuna bo'lmoqchi bo'lsa, tekin taksi yurmoqchi bo'lsa, Zarafshon nomer 1 ga obuna bo'linglar. Sizlarni manzillaringizga tekin etib tashlaymiz. Abbos, kalishim qani? Teknologiya.